Dadajon, har safar kelib opodlamni qabrini tozalaymiz a? Chunki opoddangizni qabri shunaqa chiroyli bo'lib turishi kerak-da. Dadajon, siz ham bu dunyodan o'tsangiz, qabringizni shunaqa chiroyli qilib qo'yaman, dada. O'g'lim, bir kun kelib hammamiz bu dunyodan o'tamiz. Nafaqat qabrimiz ustini, balkim ichini ham go'zal qilishga harakat qiling. Xo'p, o'g'lim? Xo'p, lekin qabrning ichini qanday qilib men go'zal qilaman? O'g'lim, odamlarga doim yaxshilik qilasiz va hech kimga yolg'on gapirmaysiz. Asosiysi shuni unutmang, hech qachon insonlarda haqqiga xiyonat qilmaysiz. Xoh dunyoviy yoki diniy bo'lsin, albatta ilm olishga harakat qiling. Ana o'shandagina meni qabrimning ichi Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Xo'p bo'ladi, dadajon. Aytganingizdek qilaman. Ham dunyoviy, ham diniy ilm olaman.